Assalomu alaykum aka ukalar. Xudo xolasa yana bitta darvozamizni Fayzli xonadonga o'rnatdik. Kimga qiziq bo'lsa bitta like tugmasini bosib, darvoza kerak degan do'stlaringizga videolarimizni ulashib qo'yasizlar. Aka ukalar, bu darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa uylariga yarashdi. Darvozamizni xudo xolasa eniga 380, bo'yiga 370 bo'ldi. 1 kvadrat metri 1.200.000 so'mdan tayyorlab olib kelib berdik. Juda ham arzon narxlarda, aksiya narxlarda qilib berdik aka ukalar. Holatni ko'rib turibsizlar darvozamizni. Xo'p, materiallarga keladigan bo'lsak, stoykalari 10 ga 5, 3lik stenada bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 2 chaspaylarimiz ham ponni 1,5 stena. Mana bu joylari ponni 2 qavatli bo'ldi. Holatni ko'rib turibsizlar aka ukalar. Kraskalarimizga matviy kraska qilib, gruntovkalar sachib, Grantexlar urib tayyorlab berdik. Holatni ko'rib turibsizlar. Mashina o'tadigan joylari shiviler bo'lgan. Eshigi 10 qo'lda chekkada bo'ldi. 75 sm eshik ochiladi. Kraskalar mo'kir asfalt. Polni qalin bo'lgan. Darvozamiz kraskasiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Mana yirang'oq luslari chiroyli chiqqan. Orasiga stiklavata bosib, falga bosib tayyorlangan. Profillari ham polni qalin. Stoykalarimiz ham 3lik stena bo'ldi, qalinligi. Agar arzonroq bo'ladigan bo'lsa, profillari yuqori bo'ladi. Mana bu 2 ga 2 chaspaylarimiz ham yuqoriroq bo'ladi. Lisi 1,5lik bo'ladi. Kvadrat metri 1.100.000 so'mdan chiqadi. Undan arzon chiqmaydi bu darvozalar. Sababi 2 qavatli darvoza. Oddiy, skromli bo'ldi darvozamiz. Mana xonadonga juda ham chiroyli yarashgan. Agar chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqibdi usta deb kommentariyga fikrlarini qoldirib qo'yasizlar. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yaman darvozani. Orqa holatlari. Zamoklarimiz zubr zamok, har doimgidek. Orqasi ham silliq, mana skromli darvoza bo'lgan. Orqa holati ham. Oshmosh qilib 32lik oshmosh qo'yib berganmiz. O'rtalari sentr zamok qilib berdik. Ichkariga qo'yib beraverdik ishda. Ko'pchilikdan tashqariga qo'yyapmiz, sababi buzilib qolsa ochib yopib remont qilgani ham o'ng bo'ladi. Darvozamiz to'shni uringa o'rnashdi. O'rnashgan holatiga darvoza joyida turadi, ochilib yopilib ketmaydi. Holatni ko'rib turibsizlar. 2 qavatli bo'ldi darvozamiz. Asosiylisi 2lik, betidagisi 09. 09-08 bo'ladi ular. Bosmada chiqadi. Bosma yirang'oqlisi bo'ladi ular. Ko'pchilik 1 qavatli qilsa qanaqa bo'ladi? Bu darvoza 1 qavatlida chiqmaydi. 2 qavatli chiqadi. 3 qavatli chiqishi mumkin, lekin 1 qavatli chiqmaydi. Agar o'sha betidagi gulini olib tashlaydigan bo'lsak, o'shanda 1 qavatli bo'ladi. Eshigimiz 2 metr 250 ochiladi, ochilishi. Mana kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Arzon va sifatli narxlarda. Naryoqda 1 qanotli eshigimiz bor, uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana aka ukalar yonma-yon solgan ekan uyni. Bunisi o'sha o'rtadagi eshik. Eshigimiz ham 1 qanotli bo'ldi. 1.30 ga 2,5 metrli qilib berdik eshigini. 1.30 ga 2,5 bo'ldi. Mana orqasi buni ham. Orqasi ham chiroyli chiqdi. 6 ga 4, lislari 2lik. Kimdir qanaqangi tushunmagan bo'lsa, videolarimizda to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, yana to'ldiramiz. Fikrlaringni chiroyli qilib, xudo xolasa sizlarning xonadonlaringga ham ana shunday darvoza o'rnatib beramiz. Bu darvozamizni O'zbekiston tumani Shoyinbek qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Rustam akamning xonadoniga. Ana aka ukalar, juda ham chiroyli chiqdi darvoza. Endi o'zim maqturaman o'zimning ishimda. Sizlar to'ldirasizlar endi aka, bu yeri o'xshamabdi, bu yerni bunday qilsangiz chiroyli chiqardi yoki unaqangi deb kommentariyaga yozdirsangiz, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aka ukalar.